o'zi guruchdan keyin hech qanaqa retsept o'rgatmoqchi emas edim, chunki juda ham savol haddan tashqari ko'payib ketdi. Lekin mayli, bunisini o'rgataman. Bitta bizga tuxum razmerida limon kerak bo'ladi, 2 litr suv va krishka. Bu hammaga to'g'ri keladigan pH 7 bu bo'ladi, hosil bo'ladi. Buni nima qilamiz? Prosta kesdik, yuvdik, kesamiz, chunki guruchni ham rosa so'rashdi. Yuvamizmi, boshqa qilamiz, haqqa solamiz, nima qilamiz? Limonni yuvasizlar. Bankalarga 2 litrli banka bo'lishi kerak. Suv solasizlar. Suv solgandan keyin limonni siqmaymiz, prosta tashlaymiz. Prosta tashlaymiz. Hech qanaqa siqayotganim yo'q. Ustini hech qanaqa tuz solmaymiz. Xo'sh, u qanaqa tuz bo'lsin, farqi yo'q, tuz solmaymiz. Bizda o'zi bu hozir kaliy, magniylarni saqlab, vitamin C larni saqlab qoladigan pH 7 dan oshmagan, neytral, hammaga to'g'ri keladigan suv hisoblanadi. Chunki suvni ham pHlari har xil bo'ladi. Hammaga har xil pHdagi suv to'g'ri keladi. Buni biz 10 soatga qoldiramiz. Naprimер, biz buni kechqurun tayyorladik. Ertalab ichishimiz mumkin. Bitta tayyorlagan suvimiz bir kunda tugatilinishi kerak. Bugun kechqurun naprimер tayyorladik. Ertalabdan ichishni boshlaymiz. Bu teridagi hamma toshmalar, zapor, ichib kelmasligi, yuzdagi akne, gipotireoz holatlarini va ichki yallig'lanishni oladigan suv darajasigacha yetadi. Zo'r suv bo'ladi. Mazasi ham, o'zi ham agar buni ozgina biz istipro ichsak kun davomida, bu juda ham bizani detoks organlarimizni zo'r ishlatib beradi.